Ota bobolarimizdan bizgacha yetib kelgan umrboqiy udum va an'analar borki, ular odamlarni bir-biriga birlashtiruvchi va o'zaro mehr oqibat va hurmat izzatni mustahkamlovchi kuchga ham egadir. Hashar mana shunday ezgu an'analardan biridir. Hashar yo'li bilan ajdodlarimiz eng mushkul ish va yumushlarni ijro etishgan. Hashar yo'li bilan yo'llar qurilib, ko'priklar barpo etilgan. Ko'rkam va muhtasham binolar qad rostlagan. Ariqlar qazilib, odamlarga obi hayot yetkazib berilgan. Bugun Hazrati Ali mahalla fuqarolar yig'inida mahalla ahli aynan hashar yo'li bilan mahalla idorasini qurishmoqda. Bugun mahallaning eski idorasi o'rniga yangi va zamonaviy bino quriladi va mana shu ezgu niyatlar bilan mahalla ahli ish boshlashdi. Mahalla raisi Subhonali Nishonovning so'zlariga ko'ra, mahalla binosining qurilishida bugun butun mahalla ahli ishtirok etishayotir. Loyiha asosida qurilayotgan mahallaning ma'muriy binosi kelajakda fuqarolar manfaatiga xizmat qilishi lozim. Bugun shu mahallamizda prezidentimizning e'tibori bilan keng qamrovda ishlar amalga oshirilgan. Loychan ko'chalarimiz asfalt bo'ldi, ichimlik suvlar bilan ayrim ko'chalarimiz ta'minlandi. Mana birgina bizning mahallada shu imkoniyati cheklangan farzandlar, So'q tuman farzandlari uchun 7 milliard so'mlik mana nima deydi, shu bog'cha binosi bunyod bo'ldi. Bundan shukronalik evaziga mana bugun Hazrati Ali mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi aholi hashar yo'li bilan shu mahallamiz binosini qurilishga bel bog'lashgan. Albatta bizning rahbarligimizda hozir ko'rib turibsiz, yaxshi kayfiyatda hammalari yosh, qari, javob hammalari bizni Bir yoqadan bosh chiqarib hasharga kelishgan. Xudo xolasa shu nasib qilsa bir oy 2 oyning ichida shu muhtasham binoni bunyod qilib foydalanishga topshiramiz deb umiddamiz. Nuroniy otaxonlar duolari bilan boshlangan bu ezgu ishda aytganimizdek, barcha mahalla ahli, ayniqsa yoshlar faollik bilan ishtirok etishmoqda. Qurilish ishlariga kerak bo'ladigan barcha mahsulotlar saxovatpesha insonlar ko'magida yetkazib berilmoqda. Biz o'z mehnatimiz bilan vatanimiz ravnaqi va rivojiga hissa qo'shishimiz lozim. Chunki davlatimiz bizlarga kerak bo'ladigan barcha narsa va sharoitlarni qilib berdi va bu qurilish berilayotgan barcha e'tiborga nisbatan javob bo'lishi kerak, deydi hasharchilardan biri. Darhaqiqat, agar biz fuqarolar berilayotgan e'tiborga nisbatan xayrixohlik bilan amal qilsak, islohotlar jarayonining ishtirokchisiga aylansak, vatanimiz tobora rivojlanadi va kundan kunga ravnaq topaveradi.